Va eng yirik falokatlardan biri Orol dengizining fojiasi bo'ldi. Orol dengizi hududi bo'yicha 4-o'rindagi tuzli ko'l bo'lib, maydoni 68,000 kvadrat kilometr edi. U O'rta Osiyoda, shimoliy qismi Qozog'iston, janubiy qismi esa O'zbekistonda joylashgan. Ilgari dengiz ko'plab tur baliqlar uchun makon va juda ko'pchilik uchun oziq-ovqat manbai edi. Orol dengizi mahsulotlari sobiq SSSR baliq ta'minotining 1/6 qismiga to'g'ri kelgan. Dengizning o'ziga xos flora va faunasi mavjud edi. Insonlarda esa yemak, ish va toza ekologiya bor edi. Mintaqaga sanoatlashuv kelgach, ko'l asta-sekin ifloslana boshladi. Unga xavfli kimyoviy moddalar, turli axlatlar, harbiy chiqindilar va boshqa narsalarni oqizishardi. Bunday hol atrofida insonlar yashaydigan yirik suv havzalarining deyarli barchasi bilan bo'ladi va bu Orol dengizining falokatiga olib kelishi mumkin emasdi. Mana shu videodan Orol dengizining maydoni necha kilometr kvadrat edi? Faqat bir so'z bilan javob bering. Bir dengdagi bilasizlar. Orol dengizining maydoni necha kvadrat kilometr edi? Yozib oldingizmi? Ikkinchi savol. Orol dengizi hududi bo'yicha nechanchi o'rinda turar edi? Videoning boshida aytildi. Diqqat qiling dedim. Orol dengizi hududi bo'yicha nechanchi o'rinda turar edi? Hududi bo'yicha. Uchinchi savol. Dengizning shimoliy qismi qaysi davlatda joylashgan? Dengizning shimoliy qismi qaysi davlatda joylashgan? O'zi ikki davlatning dengizi bilasizlar. Shimoliy qismi qaysi davlatda joylashgan? To'rtinchi savol. 1990-yili Orol dengizidagi tuzning foizi 1990-yilda tuzning foizi, Orol dengizida tuzning foizi qancha o'sib ketdi? O'lik dengizi bilan Murtva Mo'riyatni mashhur deb aytildi shu yerda. Agar diqqat qilgan bo'lsangiz. Orol dengizidagi tuzning foizi. Esimizga tushirdingizmi? Ha, diqqat qilib bekor aytmayman, ha? Nechanchi yili Orol dengizi ikki havzaga bo'lindi? Nechanchi yili Orol dengizi ikki havzaga bo'linib ketdi? Tayyorsizmi? Amina tezroq. Xo'sh, tayyormizmi? Ko'ray, kim diqqat qilgan ekan? Demak, birinchi savolimizning javobi 68,000 kvadrat kilometr. To'g'ri bo'lsa tinchga qo'yasiz, bilasizlar. Noto'g'ri bo'lsa tinchga qo'yasiz. Ikkinchi savolimizning demak 4-chi o'rinda turadi hududi bo'yicha. Shimoliy qismi Qozog'istonga tegishli. Tuzning foizi 36,7% ga ko'tarildi. 1980-yili. Xo'sh, kiminki to'g'ri? Diqqat bilan tinglagan o'quvchi bormi? 1, 2, 3, 4, 5 o'quvchi, 6 o'quvchi diqqat bilan tinglabdi. Mana sizning diqqatingiz bo'ldi. Men aytdim, videoni eshitsangiz. Xo'sh, bir xatasi bor. Xo'sh, ikki xatasi bor. 3. Umuman tinglamagan o'quvchi bor, 4 xatasi bor. Bormi? Yo'q, aferin. Endi o'zingizga bas. Endi bola, demak, tabiatda suvsiz hayot yo'q ekanini bilasiz. Mana shu suvni tejamay ishlatganimizning ahvoli mana shu Orol dengizining ahvoliga kelib ketdi. Bu suvni kuniga biz uyda ham ishlatamiz. To'g'rimi? Endi mana shu Orol dengizidan hozir uchayotgan tuzning ta'siridan kimlar kasal bo'ladi? Chaqaloq, hozir nogiron chaqaloqlar tug'iladi. Nogiron chaqaloqlar tug'iladi. Nima uchun? Nima uchun?
Onalar, bizim onalarimiz tuzmi yutqundan keyin bolalarim Faqat tuzmi? Pestitsid nimada u? u yap Yap, to'g'ri, yap. kimyoviy Umuman nima uchun yerga soldi? Nega soldi? sababi o'simliklar o'zlaridan tezroq o'sib Bola, dengiz ikki davlatniki. O'zbekiston bilan Qozog'iston. Bu muammo faqat O'zbekiston bilan Qozog'istonning muammosi emas bo'ladi. Chunki O'zbekiston bu suvdan paxta ekdi, yerga nima soldi? Kimyoviy moddalar soldi, pestitsidlar soldi. Biz guruch ekdik. Aral dengizi bilasizlar, Qizilordaning atrofida. Jammu, mana Turkiya yaqinda bizga yaqin yerda. Mana endi yerga ekilgan ekin, kechirasiz. Solingan mana shu dorilar hozir endi suv bo'lmaganidan keyin yerning betiga chiqib, endi nima qilyapti? Havoda uchishyapti. Mana shu uchgan havomiz odamlar nafas olib, hamma hozir tug'ilayotgan, dani tug'ilayotgan chaqaloqlarimiz ham kasallik. Hamma kelayotgan kasallikning hammasi mana shunda. Tushunyapsizmi? Bu katta muammo. Meni muammoni naqsh yo'llarini hozir olimlar, hamma dunyo olimlari o'rganadi. O'ylaymiz kelajakda buni muammosi chiqar. Buni bu masalaning yechimini topamiz. Balki orangizda bitta olim chiqib, biringiz topib qolasiz. Mana shu mavzumizdan chetga chiqmagan holda, mana shu hayvonlarimiz, tabiatimizdagi bizga tan foyda keltiradigan hayvonlarni juftini topingchi. Juftini topingchi. Mana bu yerda bola hayvonlarning rasmi turibdi. Mana bu yerda fil harakat turibdi. Shu qaysi harakat, qaysi hayvonda moslaganini. Umid yuguring, tez-tez. Keling. Xohlagan, tez-tez. Kukulaydi deydi. Nimadan borasiz? Nimadan borasiz? Kukulaydi. Voh! Yo'q. Kukulaydimi? Nima kukulaydi? Voy. Nima kukulaydi? Bu kukulaydi. O'zi qanday gap hosil bo'ldi? Aytingchi. Nima? Hosil bo'ldi? Qattiq gapirmang. Bu. Xo'sh, endi ayting, qanday gap bu? Keling, yordamga. Yo'q, olmaysiz. O'rtaga qo'y bor. Bola nima tashladim? O'rtaga. Xo'sh, qani menga qarang. Bir-biringizga qarab oling. Bir daqiqa tomon bo'laylik. O'rtada konfet qo'ying. To'g'rimi? Hozir men nima aytsam, qayerni aytsam, siz taningizni shu yerni ko'rsatasiz. Qachon konfet qilsam, shunda tez osma harakat qilasiz. Bosh. Qo'l. Oyoq. Tizza. Ko'ylak. Konfet. Endi bola. O'tir bola. Chaqnamaylarimizni ko'rdim. Dars kanalda bo'lishib yeysiz degan umidim bor. Bo'lishib yeymizmi? Bo'lishib yeysiz degan umidim bor. Endi bola, biz darsni 5 minutga ish boshlaganimiz uchun, shuning uchun darsimizni davom ettiramiz. To'g'ridan o'tirib oling. Tayyorsizmi? Endi bola, bugun sizlardan suv haqida o'tdik. Mana Aral dengizimizning qolib borayotgan Aral dengizimiz haqida o'tdik. Mana shu Aral dengizimiz axlatga to'lib qo'yildi. O'zingiz aytingiz, qani endi mana shu axlatlarni dengizdan tozalashga biz ham o'z hissamizni qo'shib, mana shu yerdagi axlatlarning orqasidagi savollarga javob berib, mana shu axlatga tashlaylikchi. Farzand, bugun ovozing chiqmayapti qizim, kelin chiqsin. Tez. Al, tez.
Al çiz. Hoş. Hadi sabah benim. Sabah okun. Fil nimaga aytiladi? Çiz sabah. Fil Şart. narsani harakatini bildiradi. Bildirgen sözler. Bildirgan so'zlar fe'l deyiladi. Aferin. Bir çapak çalıp koyun. Kim o? Bir axlatni tozaladi. Keyingi axlatni Timur tozalaydi. Ali, çiz. Hoş. Okun. O'tgan zamon fe'li qanday so'roqlarga javob bo'ladi? O'tgan zaman fe'li qanday so'roqlarga javob beradi? Nima qildi? Nima qilgan? Aferin. Bir çapak çalıp koyun. Timur mana. Tak, Nilufar. Ali, çiz. Axlatdan tozalashda o'z hissangizni qo'shingchi. Antoniy fe'li nimaga aytiladi? Antoniy fe'llardir. Bir-biriga qarama-qarshi ma'noli fe'llarni biz antonim deymiz. Aferin. Bir çapak çalıp koyunchi. Amina. Kelin kızım. Madina tayyorlantiring. Sinonim fe'llar deb nimaga aytiladi? Sinonim fe'llar deb yozilishi bir harfi ma'nosi bir-biriga Yaqin bo'lgan fe'llarni. sinonim deymiz. Aferin. Madina. Nergis kela qo'ying. Fe'l zamonlarini aytadi. Aha. Fe'l zamonlar. Hozirgi O'tgan zaman. o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon. Aferin kızım. Axlatga tashlang. Xo'sh. Fe'l yasovchi qo'shimchalarni atang. La, illa, ulla, lash, lan. La. Aferin. Axlatingizga mana buni ham qo'shib tashlab qo'yingchi. Iloyim bizning ko'limiz mana shunday toza bo'lsin. Doim toza bo'lsin. Bola, dars sizga yoqdimi buni? Agar yoqqan bo'lsa, mana bu yerda sizning oldingizda mana bunday ko'rsatib chiqadi. Endi emotsiyamizni bir tasvirlab qo'yingchi. Familiyaringizni yozing. Bir emotsiyangizni tasvirlab qo'yingchi. Hozir ko'rishamiz. Zarina, sizga bugun dars yoqdimi? Yo, qiynalgan joyingiz bormi? Bir qiynalgan joyingiz bo'lsa va bitta yoqqan joyini aytingchi. Menga dars yoqdi. Nima, qaysi yeri yoqdi? Aralni tozalatish yoqdi. Qiynalgan yeri. Yo'q deydi. Tak, Umid, bugun darsimiz sizdan yoqdi va qayerda sal qiynaldi? Endi kim qancha daraxt chizgan? Eng ko'p daraxt nimasini sanashlarki? Bir o'quvchi kerak menga. Mana bu bola Aral dengizimizning atrofiga biz ham tayyorlashishga o'z hissamizni qo'shaylik. Kim ko'proq daraxt chizgan? Shu. Kimda ish? Tak. Muxlisa chiqib mana shu dengizning atrofiga mana shu daraxtlaringni yopishtirib qo'ychi bolam. Daraxtlaringni yozing. Tak. Endi bugungi darsimizni olib qolganlar. Biz Zarinaning she'ri bilan tugatmoqchimiz. Undan keyin Anam o'layotir. Biz chekdik nido. Nido chekishlardan sira tolmadik. Achchiq ohimizdan uyg'ondi dunyo. Faqat rahbarlarni uyg'otolmadik. Bosib kelayotir cheksiz yerlarni. Anov atrofida yayraydi o'lim. U tomon yo'lashmas muhojirlarni. Moz bo'lamiz muammo yo'lin. Bizni bosgan g'aflat saroyi baland. Namoyish qilamiz hamon qo'llikni. Quruq qavanlarga imzo chekish bilan to'ldirmoq bo'lamiz anov so'llikni. Qaytarmoq istasak bosgan iziga anov boshidagi bor balolarni
mashq 81-yil belgilab oling. Va mana shundan bugungi darsimiz tugatildi. Rahmat darslaringizga. Harakat qilib, yaxshi narsalaringizni bilib oldik. Gap tuzdi, egat ismi topdi. Egar Ali. Qanday so'roqqa javob bo'ladi? Nima? Voy, Ali. Kim? Kim? Aha. O'qidi. Kesiz. Aha. Qanday so'roqqa javob bo'ladi? Nima qildi? Aferin. Bir chapak chopib. Aferin. Men mana bu yerda berib Ahmad beryapmiz. Ahmad gapingizni o'qing, chiqarib chiqaramiz. Bolalar ovulga kelishdilar. Aha. Bolalar. Qanday so'roqqa javob bo'ladi? Kimlar? Kesin serial tugasi. Qanday so'roqqa javob bo'ladi? Nima qilyapti? Hozir zamon deydi. Shuning uchun aferin bo'ldi. Sizga beraman. Munisa qizaloq qo'l o'ynadi. Kim? Munisa nima qildi? O'ynadi. Kel. Kim? Kel. Kesim. Aferin. Sizga beraman. Bola o'yinchoq o'ynayapti. Nega gap boshi kichkina? Gap boshi qanday bo'ladi? Boshqa. Doim o'zingizga chiqmasin bola. Rahmat. Endi shu suv haqida qanday maqollar? Qanday maqollar? Suv bor yerda hayot ham bor, suv yo'q yerda hayot ham bor. Aferin. Bir tovush suv misolidir. Yaxshi. Yer qayda suv gavhar. Yaxshi. Suv keldi, nur keldi. Aferin bolajon. Suv hayot manbai. Yaxshi. Suv qattiq keldi. Yana. Suv zar, suvchi zargar. Yana. Meni buzadigan ham suv, suvni buzadigan ham suv. Muhammad. Bir tovush suv, moliga daryoda. Bir tomchi suv. To'g'ri. Bizga ko'rinmaydi, lekin Chumolg'o daryoda ko'rinadi. Suv o'zaning joni, o'g'il uning darmoni. Aferin. Kabi suvi jonsiz. Qaytaychi. Kabi suvi jonsiz. Aferin. Qani endi juda ko'p maqolalar bilamiz, suv haqida. Yerni buzadigan ham suv, tuzatadigan ham suv. Yer ona, suv ota, mehnat boylik. Kaplavada asrorit kapri. Rus tilida yozib ketdim. Suv qatrasi, bir qatrasi. Nima desa? Suvning ham sarog'i. Suvning ham so'rog'i bor. Madina aytmoqchi. Bir kishi ariq qazar, ming kishi undan suv ichadi. Bir kishi. Endi bir narsa, suv bizga kerak ekanmi? Ha. Bola, nafaqat suvni chejishimiz kerak. Bizda atrofimizda hayvonlar ham bor, o'simliklar ham bor. Ularni ham biz nima qilishimiz kerak? Ularni ham nima qilishimiz kerak? Ularning kamayib ketishining sababi nimada? Boshqalar yo'qmi? Nima uchun hayvon o'simliklarimiz kamayib ketyapti? Amina. Biz ko'p suvni ishlatamiz. Hayvon o'simliklarning kamayib ketishining sababi nimada? Oziq-ovqatning yo'g'ida xo'sh. Suvdan qiynalib qoladi, suv kamida. Xo'sh. Masalan, odamlar toqqa chiqqanda bolalar bilan rasmga tushamiz deb, ularni teramiz deb savatlarda chiqib, ularni terib, uning nima foydasi bor? Qora bir kunda so'lib qoladi. Shuning oqibatida u o'simliklar ham kamayib ketdi. Shu muammoni qizim kattalarga aytishgan qizim. Shu bizning kattalarning aqlimiz yo'q. Siz qatori bizning aqlimiz yo'q. Hozir mana ular ochiladi, boychechak ochiladi. Biz nima qilishga chiqamiz? U nimaga kirgan? Nima uchun qizil kitob degan nima? Qizil kitob bu o'simlik yo'qolib ketayotgan o'simlik va hayvonlar yozilgan kitob. Endi to'g'ri, fikringizni tinglang. Hayvonlarni ham yo'qolib ketishining sababi nafaqat suvsizlik emas bo'ladi. Odamlarning miltiq bilan otadi deydi. Ahchilar tashlaydi, to'g'ri aytyapsiz bola. Baliqlarning kasofati mana shu zavod fabrikaning axlati suvga tashlanyapti. Mana shundan baliqlar ketyapti.
qadrlab yurganmiz. Mana shu mavzudan chekka chiqmagan holda kelasi mashqlarga chiqarmaymiz. 82-betlarda 6-mashqlar mavzuda. Topdingizmi? Xo'sh, 6-mashqni shartini o'qilaringchi. O'qing, har bir so'zga so'rab bering. Avval sifatlarni, keyin otlarni, so'ng fe'llarni ko'chiring. So'zlarni, o'zak va qo'shimchalarini belgilang. O'zak nima? O'zak nima? O'zak bu so'zlarning ma'navi qismlarga bo'linmaydigan Bo'lagini o'zak deydi. o'zakdan so'zlab bering. O'zakdan so'zlab bering. O'zakka bir xil so'z. O'zagi bir xil bo'lgan so'zlarni qanday so'zlar deymiz? O'zakdan so'zlar deymiz. Avval endi bolalar mana shu darslikda demak o'zagi so'zlar bormi? O'qiladi tez. Guldan, gulli, gullar, gulchi, gulsiz. Xo'sh, yana bormi? Yana yo'q. Suvsira, suvchi, suvsiz, suvli, suvlar. Demak, mana shu so'zlarni biz ajratamiz. Nimaga ajratamiz? Daftaringizni oching, 6-mashqqa yozing. 3 ustuni yozib qo'ying. Ot, sifat, fe'l. Ot, sifat, fe'l. Demak, birinchisini. Birinchi so'zni o'qing. Buldor. Mana bu buldor bo'lish kerak aslida. Buldor deb qo'ydim. Mayli, chiqib yozing. Qanday so'zlar yo'qoladi? Nima? Chiqib yozing. Xo'sh, ikkinchisini o'qing. Buldor. Nima? Ot. Endi gulla. Qanday so'raqqa javob qo'ying? Gulla. Gulla. Sifatga gapirdimi? Qanday so'raqqa javob qo'ying? Qanday? Afarin. Gulla. Gulla. Fe'l. Qanday so'raqqa javob qo'ying? Nima? Nima qil? Chiqib yoz, tez. Islom. Gulchi. Kim? Qanday so'raq qaysi so'z topdingiz? Ot. Daftaringizga yozing. Samandir. Gulla. Gulsiz. Qanday so'raqqa javob? Qanday? Qaysi so'z topdingiz? Fe'ldan. Sifat. Muhammad. Suvsira. Nima? Qanday so'raqqa javob? Nima qil? Gulli. Mana bu yerda xato yozib ketganlarimiz ham bor ekan, ha bola? Suvchi. Fe'lmi? Suvchi. Kim? Zarina. Suvsiz. Qanday? Xo'sh, u qaysi so'zmi? Sifat. Muxlislar. Suvli. Sifat. Sevinch aqlisi. Nima qil? Fe'l. Afarin. Faqat bu nimada? Uni nimasi yo'q bu yerda? O'zakdan so'zlaring. Kim bo'ldi? Bolalar chaqqanroq. Bo'ldingizmi? Qilsa bo'ling tez-tez. Chiqamiz. Bo'lgan bo'lib chiqadi. Tez-tez ikki o'quvchidan chiqadi. Ishlarimiz qolganlar. Orol dengizini tiklash uchun suvni tejash kerak. Agar Orol dengizi qurib qolsa, suvlari uchib odamlarga katta zarar keltiradi. Ko'pincha Orol dengizining bo'yida yashaydiganlarga zarar bo'ladi. Xo'sh, zararga keltiryapti. Tuz uchyapti, pestitsidlar uchyapti, yerga singan hamma dorilar uchyapti. Bizning hammamiz kasal bo'lyapmiz. Buning sababi nimada ekanini bilmaymiz, ha? Demak, uni asrashning eng katta bir nisi bu suvni tiklash uchun suvni tejash kerak. Bu ham juda yaxshi. Qani bir chapak chalib qo'ying. Demak, ma'nodan chiqqaningiz uchun ikkalangizga yaxshi. Yaxshi. Rahmat. Xo'sh.
Boshlang. Arol dengizi. Arol dengizining avvalgi va hozirgi ahvolini ayting. Avval qanday edi? Avval Arol dengizida qiziq suvlar baliqlarga mashhur edi. Hozir Arol dengizida suvi kamaygan. Kamayib, qurib ketgan. Aferin, juda yaxshi. Ikkalangizga guruh nomidan chiqaring. Bolalar eshiting, ular sizga savol beradi. Arol dengizi nimasi bilan mashhur edi? Arol dengizi nimasi bilan mashhur edi? Tak. Emre. Tiniq suvlar va baliqlar bilan. Aferin. Tiniq suvi va baliqlar bilan mashhur edi. Kim savolingiz? Arol dengizining bo'yiga nechta saksovul ekilgan? Tak. Bilagin. Arol dengizining Bo'yiga? 557 saksovul ekilgan. Aferin. 57 ming degan so'z chiqib ketdi. Uchinchi savolingiz. Arol dengizi nima uchun qurib ketdi? Arol dengizi ismi. Arol dengizida biz suvni ko'p ishlab joylarimizga suv kamayib. Yana bir qo'shadiganlarimiz. Tak. Arol dengiziga axlat tashlab suvni me'yorida ko'p ishlatganimiz uchun Arol dengizi. Mana to'g'ri javob. Aferin. Tak, bo'ldimi? 3 ta savolingiz. Tak. Guruh nomidan chiqqaningiz uchun rahmat sizga. Tak. Keyingi guruh. Muammo. Arol dengizining qurib ketishi. Demak, muammomiz, eng katta muammomiz. Xo'sh. Sababi odamlar suvni me'yoridan ko'p ishlatdi. Xo'sh. Yechish yo'li. Yechilish yo'li. Biz suvni qadrlashimiz kerak. Aferin. Mana shuning qadriga yetmayapmiz. Xulosasi, demak biz suvni tejashimiz kerak. Aferin. Aferin. Bir chapak Tak, matndan fe'llarni tanlash kerak. O'qing. Asbab qolish, nima qilish, bilish kerak, nima qilish, bilish, nima qilish, qilmaslik, nima qilish? Qilish. ko'rish, nima qilish. Aferin. Fe'llarni tanlab yozing. Keling, yordamga. Yo'lamaysiz. O'rtaga qo'y bol. Bola nima tashladim? O'rtaga. Xo'sh, qani menga qarang. Bir-biringizga qarab oling. Bir daqiqa tomon olaylik. O'rtada qancha turadi? To'g'rimi? Hozir men nima aytsam, qayerni aytsam, siz taningizni shu yerni ko'rsatasiz. Qachon qanday desam, shunda tez olishga harakat qilasiz. Bosh. Qo'l. Oyoq. Tizza. Ko'ylak. Qanchit. Endi bola. O'tir bola. Chaqnamaylarimizni ko'rdim. Dars kanalda bo'lishib yeysiz degan umidim bor. Ha? Bo'lishib yeymizmi? Bo'lishib yeysiz degan umidim bor. Endi bola biz darsni 5 minutga ish boshlaganimiz uchun shuning uchun darsimizni davom ettiramiz. To'g'ridan o'tirib oling. Tayyorsizmi? Endi bola bugun biz sizlardan suv haqida o'tdik. Mana Arol dengizimizning qurib borayotgan Arol dengizimiz haqida o'tdik. Mana shu Arol dengizimiz axlatga to'lib qo'yildi. O'zingiz aytingiz, qani endi mana shu axlatlarni dengizdan tozalashga biz ham o'z hissamizni qo'shib, mana shu yerdagi axlatlarning orqasidagi savollarga javob berib, mana shu axlatga tashlaylik. Farzand, bugun ovozing chiqmayapti qizim, kelin chiqsin. Al tez. Al tez. Hoş. Hadi sabah benim. Sabah okun. Tez sabah. Şart. Bildirgen sözler. Aferin. Bir çapak salıp koyun. Kim olsun? Bir axlatni tozaladi.
Keyingi axlatni Timur tozalaydi. Oling, tez. Xo'sh, o'qing. O'tgan zamon filmi qanday so'rovlarga javob beradi? O'tgan zamon fe'li qanday so'rovlarga javob beradi? Nima qilgan? Ofarin. Bir javob topdim. Timur mana. Tak, Nilufar. Oling, tez. Axlatdan tozalashda o'z hissangizni qo'shingchi. Antonin Pieva nimaga aytiladi? Antonin Pieva fe'llarni bir-biriga qarama-qarshi ma'noli fe'llarni biz antonim deymiz. Aferin, bir javob topdim. Amina. Kelin qizim. Madina tayyorlantiring. Sinonim fe'llar deb nimaga aytiladi? Sinonim fe'llar deb yozilishi bir harfi ma'nosi bir-biriga Yaqin bo'lgan fe'llarni. sinonim deymiz. Aferin, Madina. Nargiz telefon. Fe'l zamonlarni aytadi. Fe'l zamonlar. Hozirgi o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon. Aferin qizim. Axlatga tashlang. Xo'sh. Fe'l yasovchi qo'shimchalarni atang. La, illa, ulla, lash, lan. Aferin. Axlatingizga mana buni ham qo'shib tashlab qo'yingchi. Iloyim bizning ko'limiz mana shunday toza bo'lsin. Doim toza bo'lsin. Bola, dars sizga yoqdimi buni? Agar yoqqan bo'lsa, mana bu yerda sizning oldingizda mana bunday ko'rsatish bor. Endi emosiyamizni bir tasvirlab qo'yingchi. Familiyaringizni yozing, bir emotsiyangizni tasvirlab qo'ying. Hozir ko'rishamiz. Karina, sizga bugun dars yoqdimi? Yo, qiynalgan joyingiz bormi? Bir qiynalgan joyingiz bo'lsa va bitta yoqqan joyini aytingchi. Menga dars yoqdi. Emas, qaysi yeri yoqdi? Aralni tozalatish yoqdi. Qiynalgan yeringiz yo'q deydi. Tak, Umid, bugun darsimiz bilan yoqdi va qayerda sal qiynaldi? Endi kim qancha daraxt chizmas? Eng ko'p daraxt nimasini sanashlarki? Bir o'quvchi kerak menga. Mana bu bola Aral dengizimizning atrofiga biz ham tayyorlashib ketishimiz o'z hissamizni qo'shaylik. Kim ko'proq daraxt chizadi? Kimda ish? Tak. Muxlisa chiqib mana shu dengizning atrofiga mana shu daraxtlaringni yopishtirib qo'ychi bolam. Daraxtlaringni yozing. Tak. Endi bugungi darsimizni nima olib qolganlar? Biz Zarinaning she'ri bilan tugatmoqchimiz. Undan keyin Anam o'layotir, biz chekdik nido chekishlardan sira tolmadik. Achchiq ohimizdan uyg'ondi dunyo, faqat rahbarlarni uyg'otolmadik. Bosib kelayotir cheksiz yerlarni, anov atrofida yaylaydi o'lim. U tomon yo'latmay muhojirlarni. Hikmat bo'lamiz muammo yo'lin. Bizni bosgan g'aflat saroyi baland, namoyish qilamiz hamon qo'llikni. Quruq qavanlarga imzo chekish bilan to'ldirmoq bo'lamiz anosozlikni. Qaytarmoq istasak bosgan iziga ona boshidagi bor balolarni ko'rsatib qo'yaylik dunyo ko'ziga. Quruq qavanlarga davolarni. Yigirma 4-mashq, 81-yil, belgilab oling. Va mana shu bilan bugungi darsimiz tugadi.
harom qattiq yaxshi narsalarni bizdan bilib oldik.